Assalomu alaykum. Biz tajriba o'tkazgani keldik. Xullas, quyosh stansiyasi agar davlat to'ki bo'lmasa va u gibrid stansiya bo'lmasa va u mana shunga o'xshagan katta stansiya bo'lmasa, kichkinagina stansiyadan quyosh panellarini ishlatib dalalarni sug'ursak bo'ladimi degan savolga mana Alisher Alisher do'stim ikkalamiz bugun xudo xolisa bitta eksperiment o'tkazamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Issiq kunda mana shunaqa quyosh panelida salqinda mazza qilib o'tirib suv ichish, muzdekkina suvlardan ichish boshqacha bo'lsa kerak-a. Endi ishimizni boshlaymiz. Bizni qiladigan ishimiz hozir quyosh nasoslarini kichkina panellar bilan ishlatish eksperimentini uyushtirib va narxlari bilan necha pulga tushganini oxirida, videoning oxirida sizlarga taqdim qilamiz. Sizlardan like, podpiska, ya'ni uchiradigandan tarqatib qo'yish. Qorming, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, sekin. Bu kun issiqda qoq obedda boshlabsiz-ku. O'rtoqlar, Panellar yuvishni. mana bu ko'pchilik endi ijtimoiy tarmoqda ko'ramiz, boshqada ko'ramiz-ku, quyosh panelini chang bosib ketsa, issiqda bo'lmaydi deydi. Bo'ladi, o'rtoqlar. Mana bu Jinko quyosh panellari biz mana o'rnatganmiz, DE inverteri bilan. Mana yonida chastotniki ham bor. Hech qanaqa davlat energiyasiz motor ishlab turibdi. O'zidan chiqqan suvni, mana motordan chiqqan suv bilan mana quyosh issiq, naqd obed mana soat 1. Mana yuvyapmiz, hech narsa qilmaydi. O'rtoqlar, bu ishonchli quyosh panellari o'rnatsanglar, egasi kafolat bergan 5 yilga kafolatli bo'lgani uchun mana bemalol qo'rqmay yuvyapman. Agar bo'lsa mana shu narsa hozir bo'lsin. Ana o'shandan keyin ko'ramiz. Mana yuvyapman. Har kun yuvmasam yo'limiz chang ko'rib turibsizlar. Mana changda yopishib energiyani kamroq oladi. Yuvganimdan keyin energiyani davlatga sotish ham ko'payadi. O'shaning uchun mana shu yuvib turibmiz. Sizlar ham quyosh panel qo'ydiringlar va qo'rqmasdan kun issiqda ham o'rtoqlar, bemalol Jinko quyosh paneli mana o'zimizda O'rta Chirchiqda Ulug'bek degan ukamizni quyosh paneli qo'ydiringlar, kafolatli. Biror nima bo'lsa o'zi kelib remont qilib o'zi tuzatib ketadi o'rtoqlar. Hech qanaqa muammosiz. Boshqa yoqqa yugurmanglar. Ulug'bek degan nomeri bor, pastda qo'yib qo'yganmiz. Telefon qilinglar, xohlagan turingizga quyosh paneli o'rnatib beradi. Kimga shunaqa katta stansiyalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shartnomalarigacha qilib beramiz. Hech qanaqa pul tushirishlarda muammolar bo'lmaydi. Mana shunaqa fermer akamizga o'xshab bemalol bo'sh vaqtim bo'ldi degandan qo'rqmasdan yuvaverasizlar. Texnika bezopaslikka rioya qilgan holda.